Mana maşaqni tüyden alamiz ha. Bu neçe olsun ha? Eşkes 5, bomboş 4 boş buldu. Hazır 6 okuttum abi. 6 ketibdi. Birini Neçini alamiz. kesimiz bunu? 5. Mana ma iliq içildimi ha? Ha. Ha xo. Endi ikkinchi qadamda. Ha, biz maniki men qaranglar. Mavu yangi egildigan shox. Ha. Mavu qo'sh paralı shox chiqqan. Biz mana ish tarafini ilvatmasak bo'lmaydi. Chunki bir yezda bir janjang bo'lmaydi. Janjang qas bo'lmaydi, buzilib ketadi-ku, ha? Mana bir ilvatsak, mana bir janjang qoladi. Men qaranglar. Intayin yaxshi shakllangan. Maningmi qo'sh boshliq bo'lib qolgan. Biz men qo'sh boshliqni mana. Manimi olamiz. Manimi ilvatimiz. Akilmida tatib qo'yamiz, mana tatib. Maning uchini yengil ilvatimiz ha. Mana hozir olmaymiz asli yengil ilvatsak 3-oyda. Meyatın tıkkıl mıydı meyve şahası oldu buna. Ürük buna maşak meyvedi. Meyvedi meyve yok. Buna tıkkıl meyve buna mavu şu. Ağan ikilamda tatvetimiz. Mavu şekillendi mi? Hem de meyvede mavu asli merkez gol. Merkez gol. Meyve kaygan çağda mavu umumu gol uzunluğundaki töpüsteki 3'ten 1 kısmı yakağı 3'ten 2 kısmı. Mana aslında kapı şunda mı? 3'ten 1 kısmı töpüde kapı şunda mı? Mana meyveden bir yandaş şahtın bir çıkan ma pujanjanın bir çıkıp kalgan meyada. Ma pujanjanı biz yo'qotmasak, ma şah umum ta'sir yo'qtidi. Şuna biz ma pujanjanı makimiz man dedi. Ma adamın bir şey o'xshaydi mayaga. Man ilvasak ma parashab qoladi. Şuna biz ma yandan chiqqan ma pujanjandan yo'qotmasak, mani qarab bermaydi. Kudunlarmi? Mana biz her manda igivatimiz var ha. Man azak igimiz. Lekin ma bag'onlar diqqat qilinglarki, jiq bag'onlar munaqqini igib qarshinglar va. Ma xatolik bunda igivatsanglar, ma shox kirib ketadi. Kirib ketgan chaqda ma yerim basidi. Andikin ma mevsi o'xshamaydi, bu qurish boshlaydi. Shunga muayyan 70 gradus deb aytsak, pishidan mang'ay tushsa, andikin ma yosh turdi. Chunki daraxtdan yangi noti chiqmadi deganlik qo'qish tegishlik. Sağlamroq yana not chiqadi, shundaq-ku ha. Sağlamimiz not chiqmaydi. Shunga not chiqish kerak. Biz not chiqsin, apolamiz desak, gap emas, balanga biz shuni olib turamiz. Ha, buni mashaq bo'ldi, ichildi shundaqmi? Mani meyak qilamiz, mani meyak azaq keryapmiz ha. Mani kelgandan keyin biz, ma'lum turing ha. Endi mavu yana parallel chiqqan, nima shox chiqdi? Yana po'janjang yana biz chiqdi bu yerda. Mani ilvatimiz bu shoxni asası bir qo'lliq qo'shqa qanday qilamiz? Kapolatlik qilamiz. Meydan 3-oyda hozir emasam tasqab shu ilvatimiz. Men aytgandek uchi to'xtadi shundaq-ku. Shu to'xtab mana mandaq mevshoq butkul meyda hosil bo'lgandan hamma meva chiqadi. Hozir ma daraxtni faqat biz ulgi qilish uchun kesib soldik. Bugun 10-oyninki 3-kuni. Agar chatash to'g'ri kelib qolsa, men jo'pirmani to'kilgandan keyin chataymiz. Hozir xato chatab qo'yib o'ylab qolmanglar. Faqat ulgi qilish uchun ham chatadoq mani. Mush daraxtning egisim qo'shildi, shuni chatadoq ha.